Qalbi go'zalim, menga quloq sol. Hozir siz bilan hayotingizni butunlay o'zgartirib yuboradigan juda muhim sirni ochamiz. Siz har kuni charchayapsiz, to'g'rimi? Eringizning yoki sevgan erkagingizning ortidan yugurishdan, uning internetini tekshirishdan, nega yozmadi, nega telefon qilmadi, kim bilan ekan deb hayotingizni eng shirin energiyasini bo'yloqchilikka va nazorat qilishga sarflashdan to'yganingiz aniq. Siz uning hayotiga pult bo'lishga urinisyapsiz. Lekin bu pult har safar o'zingizning asablaringizni, go'zalligingizni va jozibangizni kuydiryapti. Esingizda tuting, erkak kishi nazorat qiladigan, xavotirli ayoldan qochadi. Erkak kishi o'z taxtida o'tirgan, o'z dunyosida baxtli bo'lgan, jozibador qirolichaga mast bo'lib talpinadi. Keling, hozir biz siz bilan juda ham bir ajoyib nazoratchilikdan voz kechish sessiyasini bajaramiz. Umurtqa pog'onalaringizni tikka holatda qo'ying. Ko'zlaringizni yuming. Istasangiz yotib olishingiz mumkin. Faqat umurtqa pog'onalaringiz tikka holatda bo'lsin. O'tirgan holatda umurtqa pog'onalaringiz tikka holatda, oyoqlaringiz tovonni yerga tegib tursin. Bir stakan suv ichib oling. Ko'zlaringiz yumilgan. Chuqur nafas oling. Qorin bo'shlig'ini to'ldirib nafas oling. Nafasni biroz ushlab turing. Nafas chiqaring. Yana chuqur nafas oling. Nafasni biroz ushlab, havo chiqaring. Va o'sha ichingizdagi charchagan, hammaga hamma narsani isbotlamoqchi bo'lgan nazoratchi ayolni erkinlikka qo'yib yuboring. Men bilan birga hozir ilohiy nur maydonida haqiqiy ayollik taxtingizga qaytamiz. Butun tanangizni bo'sh qo'ying. Yana bir bor chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Tasavvur qiling, qo'lingizda erkak kishining ustidan nazorat qiladigan, uni qayerda ekanligini tekshiradigan qandaydir pult yoki zanjir bor. U zanjir sizni ham, uni ham bo'g'moqda.
ovoz chiqarib yoki ichingizda ayting. Men bugun vaziyatni, erkak kishini va hayotini jinnilarcha nazorat qilish rolimdan voz kechaman. Men bu pultni va barcha xavotirlarimni Yaratganning o'ziga topshiraman. Erkak kishi men boshqaradigan kichkina bola emas. U mustaqil kuch. Men o'z zanjirlarimni uzdim. Chuqur nafas oling va o'sha og'ir yuk tana a'zolaringizdan tushib ketayotganini his qiling. Siz ko'tarib yurgan og'ir yuk butun tana a'zolaringizdan tushib ketyapti. His qiling buni. Tanangizdan og'ir energiyalar, og'ir yuklar tushib ketayotganini tasavvur qiling. Sizning energiyangiz hozir eringizning ishxonasida, uning telefonida, uning fikrlarida tentirab yuribdi. Uni u yerda qoldirmang. Siz shunchaki tasavvur qiling. Energiyangizni his qiling. Energiyangizni tasavvur qiling. Sizning o'layotgan har bir fikrlaringiz bu energiya. Va bu energiyangiz eringizning ishxonasida, uning telefonida, uning fikrlarida tentirab yuribdi. Uni u yerda qoldirmang. Endi men bilan birgalikda qaytaring. Sening hayotingdan, sening telefoningdan, sening ongingdan o'zimning ayollik va hayotiy energiyamni zarrachalarigacha o'zimga qaytarib olaman. Sening hayotingdan, sening telefoningdan, sening ongingdan o'zimning ayollik va hayotiy energiyamni zarralarigacha o'zimga qaytarib olaman. Mening joyim sening ortingdan yugurish emas. Mening joyim o'z markazimda, o'z taxtimda bo'lishdir. Men o'z uyimga, o'z tanamga qaytdim. Ko'ring, tasavvur qiling. Hamma nurli energiyangiz xuddi quyosh nuridek sizga qaytib kelib, yurak va bachadon markazingizni to'ldirmoqda. Tasavvur qiling. Ko'ring, his qiling. Xuddi quyosh nuridek energiya
sizga qaytib kelib, yurak va bachadon markazingizni to'ldirmoqda. Tanamiz issiq bo'la boshlaydi. Tanamiz issiq bo'la boshlayapti. Buni butun tanangiz bilan his qiling. Barcha joydan energiyalaringiz qaytib, yuragingizga, matkangizga kirayotganini tasavvur qiling. Endi tanangiz atrofida judayam jozibali, oltin rangdagi joziba va magnit maydoni uyg'onganini ko'ring. Tanangiz atrofiga e'tiborni bering. Qarang, tanangiz atrofida judayam jozibali, oltin rangdagi magnit maydoni uyg'onayotganini ko'ring. Magnit maydoniga aylanib borayotganini ko'ring. Siz shunchalik go'zalsizki, sizdan faqat tinchlik, xotirjamlik va sirli joziba taralmoqda. Butun tanangizni bo'sh qo'ying. Sizdan faqat tinchlik, xotirjamlik, sirli joziba taralmoqda. Va men bilan birga qaytaring. Men o'z qiymatimni angladim. Men boringcha sevishga va ardoqlashingga loyiqman. Men tinchlikni tanladim. Erkak kishi mening bu xotirjam va jozibali energiyamni masofadan turib his qiladi va menga intiladi. Men talpinmayman. Men faqat o'z jozibam bilan o'zimga tortaman. His qiling. Endi his qiling. Siz hozir o'z taxtingizdasiz. Buni his qiling. Butun tanangiz bilan his qiling. Siz o'z taxtingizdasiz. Siz o'z taxtingizga qaytdingiz. Yelkalaringizga e'tiborni qarating. Yelkalaringiz tiklandi. Ko'zlaringizda sirli, jozibali tabassum paydo bo'ldi. Erkak kishi sizning bu o'zgarishingizni hozir ilohiy nurda, kvant maydonida his qildi. Chunki siz xavotir va bosimni emas, tinchlik daryosini his qilyapsiz. Erkak kishi sizdan taralayotgan qalbingizdagi sokinlikni his qilyapti. Erkak kishi sizning bu o'zgarishingizni hozir his qilyapti va uning qalbi sizga qarab
talpina boshlaydi va uning qalbi o'zgarishni boshladi. Chunki u sizdan xavotir va bosimli emas, tinchlik daryosini his qilyapti. Bu energiyani, bu hisni butun tanangizda, aqlingizga, xotirangizga saqlab qoling. Energiyani, hozir tanangizda his qilgan energiyani eslab qoling. Chuqur nafas oling. Nafas chiqaring. Oyoqlaringizni, qo'llaringizni his qiling. Sekingina ko'zlaringizni oching. Aziz ayollarim, mening go'zal qirolichalarim, hozir bor yo'g'i bir necha daqiqalik sessiyada ichingizdagi o'sha tugun qanchalik bo'shashganini, qalbingiz qanday nafas olganini, tanangiz qanday erib ketganini his qildingiz-a? Tasavvur qiling. Agar birgina qisqa audio sizni shunchalik tinchlantirib, o'zligingizga qaytargan bo'lsa, men bilan birga to'liq dasturda, chuqur kursimda ishlaganingizda, hayotingizda qanday mo'jizalar sodir bo'ladi? Siz u yerda shunchaki vaqtinchalik yengillik olmaysiz. Men sizning ong ostingizdagi o'sha necha yillik qo'rquvlarni, onangizdan o'tgan baxtsizlik dasturlarini ildizi bilan sug'urib tashlayman. Erkak kishini bir umr o'zingizga qanday mast qilib, sizga talpinadigan qilib, ushlab turishning haqiqiy ayollik va kvant sirlarini professional tizimda o'rgataman. Mening kursimda o'qigan ayollar erlarining pultini topshirib, haqiqiy taxtga o'tiradilar va ularning erlari uylariga uchib keladigan bo'ladi. Agar siz o'zingizni va hayotingizni asrab qolishni, munosabatlaringizda haqiqiy qirolicha bo'lishni istasangiz va mening yopiq kursimda o'qishni yuragingiz ha deyotgan bo'lsa, hozirning o'zida video ostidagi ko'rsatilgan manzilga o'ting va Telegramga shunchaki kurs deb yozib yuboring. Mening jamoam sizga barcha ma'lumotlarni beradi. Joylarimiz juda cheklangan. Chunki har bir ayol bilan chuqur va natija uchun ishlayman. O'zingizni baxtli bo'lishga ruxsat bering. Sizni kursimda kutaman. Like tugmasini va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang.